Assalomu alaykum. Mana yanvar oyida sizlarga hovlimni ko'rsatmoqchiman. Hovlimda deyarli ko'p o'simliklar bargini tashigan va albatta kesilgan. Bahorga yangi mavsumga tayyorgarchilikni kuzda o'zi ko'rib qo'yganmiz. Mana mamtda registramiya yangisini ekkan edi va buni o'rab qo'ydi. Nobodosiga qattiq sovuqlar kelsa, bu yoqda shtampoviy rozalar. Bilasizlarmi? Bularga ozgina mehr bersanglar, qishin yozin bog'inglar zo'r bo'lib turadi. Bu pixtamzani bahorda mana mashina piramidalni qilib kestirib turaman. Bu esa bizani yaxshi ko'rgan sevimli joyimiz, besetkamiz. Bahordan yozgacha mana shu yerda o'tiramiz oilaviy. Atirgul arkalarim 2 marta sovurdi. Lekin bu gal urmaslik uchun mana bunaqa защитный o'zimizni atirgullarimizni o'rab qo'ydi. Va bu yerda ko'rasizlar, bunaqa teshuvlar qilingan havo aylanishi uchun va o'simliklar nafas olishi uchun. Bu yil bahorda hovlimizni har bir hududini burchagini boshidan qarab chiqamiz va yana ham chiroyli bo'lish uchun o'zgartirishlar kiritamiz. Va bu yerda mana barg tashagan daraxtlarim. Mana shunaqa havoda o'simliklar mazza qiladi. Yomg'ir, salqin o'simliklarning hamma changlari tozalanadi.